bir tiyin bu gaplar. Biroq yonib gapirgan gapimiz bir. Aşağı dalil kerak. Qani otdi. Mana birovni otib o'ldirdi. O'qdan. Soldat otdimi? Men ko'rib turibsiz shuni. Lekin o'shani badandan olingan o'q bo'lmasa, doktor olgandi, dikkan. O'sha. Ashun meni otgani qayerdan bilasiz bir oydan keyin? Mumkin o'zi bezorilar bir-birini otdi deydi. Komissiya bilsin qayerda degan aniq. Qo'qonlik o'rtoqlar eng katta kamchilik shu bo'yicha o'qlar yo'q. Bir vaqtlar Mao'zedin tiriklik paytida o'sha Xitoyliklar hamma xalqlarni qorayotgan paytda ular bir narsani yozgan ekan. Dunyoda 800 million Xitoylik qolgan hammasi itbosh deb yozgan ekan haligilar. Hozirgi paytda xuddi o'shanday narsalar sodir bo'lyapti-da. Go'yoki ma'lum bir guruhda juda zo'r odamlar bormishda, qolgan hamma xalq ekstremist boshliq emish. Ozarbayjonda ham ekstremistmish, o'zbeklar ham ekstremistmish, tojiklar ham ekstremistmish. Hech bunga tushunib bo'lmaydi va nima sababdan bizning xalqimiz birdaniga ekstremist bo'lib qolgan ekan. Xudoga ming qatla shukrki, xalqimizni ongi juda siyosiy ijtimoiy ongi past bo'lishiga qaramasdan, xalqimiz ichida yetim odamlar bor. Xalqni ahvolini ko'rib, yuragida istrof paydo bo'lgan odamlar bor. Men bitta masalani ko'p o'ylayman. Mana partiya ichida yuribmiz, boshqa bo'lsaga ko'p marta boraman. Xalqni nochor ahvolini men ko'rib, istrof keladigan yuragimga. Shu narsani partiya davlat rahbarlari ko'rmaydi deysizmi? Shuna bilmaydi deysizmi? Biladi, bizdan yaxshi biladi shuni. Nima uchun o'shalarni ko'ngilda istrof paydo bo'lmaydi? Shu asosiy masalaga men hech javob topolmayman-da. Nima uchun o'shaning o'rniga istrof paydo bo'lishga tursin? O'zimizda oddiy xalqni otishga yo'l qo'yib beradi. Buning bitta asosiy sababi bor. Har qanday imperiya bo'lgan joyda, har qanday mustamlakachilik bo'lgan joyda o'shada qo'g'irchoq odamlar ham bo'ladi. Qo'g'irchoq hukumat ham bo'ladi. Shpionlarni juda osonlik bilan ushlaydi. Lekin nima uchundir birlik nomidan varaqa yopishtirgan odamlarni hech ushlanmaydi. KGB. Bu qanaqa KGB o'zi? Nima maqsadda ishlayapti KGB? Mana shunaqa narsalarga biz o'zimizga o'zimiz savol berishimiz kerak. O'zimiz ishlarga javob topishimiz kerak. Hurmatli o'rtoqlarimizni taktikaligiga men qo'shilmayman. Telash qilishimiz kerak. Bizda shunday ish qilaylikki, hozirgi biza xohlaymizmi, xohlamaymizmi? Davlatda tuzumi bor, qonuni bor, bajarishga majburmiz. Undan qolgana chetga chiqqay, bizlarni baribir ayblayveradi jazolar. Kelinglar o'rtoqlar. Hamjihat bo'lib, shoshmasdan. Bir kun oldin bo'lmasa, bir kun keyin bo'ladi bu ishlar. Markaziy komitetda ham, rahbarlarimiz ichida ham, saylagan deputatlarimiz ichida ham mana shu xalq uchun kuyinadigan kishilar bor. 5 ta 4 ta noto'g'ri komanda bergan, buyruq bergan kishilar bilan butun partiyaning nomiga isnot keltirmaylik. Abdurahmon aka sizdan o'sha partiyaga o'tganda yaxshi niyatlanib o'tgan. Qiyin paytda partiyalar to'g'ri topshirish nima edi? O'sha paytda mayli-da, sizlar partiya to'g'risida gapirmay, respublikaga a'zo berganda men jim o'tirdim. Hozir mayli. Partiyada mana shu bizlarga xalq sayladimi? Kelinglar o'zimiz ishlaylik. Bizlarga hozir mayli. Maslahatlar juda ko'payib ketmoqda. Mayli shu to'rtta mana yuristlar bor, biza jurnalistlar bor, vrachlar bor, keling. Kerakli materiallarni oldik. Bo'lmaganda mana shu xalqimizga radioda, o'zimizning rayon gazetasida murojaat qilaylik. Kerak bo'lsa o'yma-o'y yuraylik. O'sha kim ko'rgan ko'zi bilan shu narsalarni yig'ib olaylik o'rtoqlar. Faqat ko'chalarga yig'ilmaylik iltimos. Ishni bahor keldimi? Ishlaylik. Bizni Alizaga podpoliy tashkilot emas. Agarda birlik tashkilot tuzilsa, shu yerda bilasizlar. Birlikning raisi bo'ladi, uning kengashi bo'ladi, uning odamlari bo'ladi. Mana o'zim birlikning a'zolaridanman. Mana guvohnomani doim olib yuraman. Hech birovdan bekitadigan, qo'rqadigan joyimiz yo'q. Mana birlikning guvohnomasi. Biz birovlardan qo'rqadigan odam yo'qmiz. Mana hamma a'zolarimizga shunaqa guvohnomani endi beryapmiz. Lekin endi masalan sizning nomingizdan bir odam baroqa yopishtirib kelsa, uni qatdan bilasiz? Siz yozganmisiz, siz yozmaganmisiz? Buni mana solmagan gaplari to'g'ri, KGB topaman deb bir kun yo'qman. Mana shu KGBni o'zi yozgan. Men buni o'z KGBning a'zolariga aytganman, o'sha odamlarga aytganman. Nahotki shu kichkinagina parketda har xil qo'l bilan yozilgan shunaqa varaqalar tarqaladi deb topaman. O'sha maktablarga boradi, kim yozgan, qo'li yozganini tekshiradi, bir pasda topadi. Chunki ularni o'zi yozgan, shuning uchun tekshiriladi. Bu
yerda bo'xtonligi to'g'risida gapirib o'tirsa ham keragi yo'q. Bu gazetalar, partiyaning gazetalar bo'xtondan boshqa narsani yozgan gazeta emas, shuncha 70 yildan beri. Qorani oqitib ko'rsatadigan gazetalar, shuning uchun bu to'g'risida gapirmasa ham bo'lardi-ku, lekin bu nimaga chiqqan? Mana bugun chiqqan. Bu yerda sizlarga miting bo'lishdi. Mana bir ikkita odamlar, birli miting qilib to'g'rilib ketdi deb gapiryapti. O'sha bir ikkita sodda odamlarni ongini zaharlashdi. Lekin asosiy maqsadim bu emas. Sizlar bilasizlar, bilmaysizlarmi, birgalikda rahbarlari shu Parkentda bo'lgan voqealardan keyin Markazko'miz binosini tagiga olib kelib, zinalarga partiyalarimizni tashaganmiz. Bunaqa qonxo'r partiyada biz bo'lmaymiz. Chunki navbatga o'ylaysizlarki, o'sha Markazko'm deylar bilmaydi shu narsani. Po'lat qat'iy kelsa, Gulchora Baqariy kelsa, bilib turishyapti. Shu yerga 100 ta askar kelgan. Bu yerda miting bo'lmoqchi bo'lganini bilishmaydimi? Juda yaxshi bilishadi. Hammasi o'sha yerda qilayotgan ish, xalqimizga qarshi qilayotgan odamlar o'zimizni byurokratlarimiz o'zbek millatiga mansublar. Ana shunga chidamagan ular. Partiya biletimizni tashabbuslarni partiyaga bo'lmaymiz degan butun dunyoga ma'lum bo'lgan. Shunga chidamasdan ana biz ustimizga bo'xton yozishmoqchi. Va odamlarning yuraklarida azmi qo'rquv paydo qilish. Ko'pchilik xalq sodda gazetada yozilsa shundan tamomdir. Chunki eski paytlarda xabarlar bor, gazetada yozildimi shundan tamomdir. Odamni gumon qilishadi. Hozir unaqa zamon emas. Lekin bular zamonni o'zgarayotganini ham tushunmaydi. Endi Parkentga biz nima kerak? Buni ham tushunish kerak. O'sha kuni men afsuski shu kishini ismini eslab qololmadim. Shanba kuni tasodifan o'zimizni shtabimizga kirsam, bir yigit telefon qilib, "Erta shunaqa bu yerda otish bo'lyapti, 8 kishi o'ldi." desa, men ishonmadim endi bironta. Niyoz degan yigit ekan. Keyin kelaylik. Shu yerda qon to'kilayotgan bo'lsa, oldini olishga harakat qilaylik deb keldi. Mana endi gazetda yozib qo'yishsa, xuddi meni kelganimni yozgan-ku, qachon kelganimizni yozmagan. Ba'zi bir tushunmagan odamlar boshida kelib o'sha otishga ketayotgan xalqning oldida turgan bo'lsa kerak degan fikrni ham qo'shib borish ularni rejalar yo'q emasdi. Mana biz yana keldik. Ertasiga keldim. Bas yana kelamiz. Buni bitta sabab bor. Endi buni isbotlab bo'lmaydigan narsalar. Buni faqat ishonish kerak yoki ta'rif ko'rsatadi. Agarda o'sha kuni biz shu yerda bo'lmaganimizda, mana Mirolim akamni shu yerda dedilar, Saidovni degan markaziy kengashi a'zolari ertasiga Zaloto'y bilan keldi. Bironta dunyoda ruslarning bo'layotgan fojiani bilmasdi. Bular bir-birini o'zi o'ldirdi, undoq qildi, bundoq qildi deb butun militsiyani olib kelib o'ratdi. Demak, aybdorlarni topish kerak-ku. Bezovta begunohni olib borib qamarida otadi. Agarda biz kelmasak, endi to'g'risini tushunish kerak o'rtada. Gap faqat Parkentda emas, umuman O'zbekistonning aholi to'g'risida gap ketyapti. Mana bu yerda hammamiz qonxo'r ifloslik ko'rsatmoqchi. Bu yerda ham shunaqa ko'rsatadi. Men bunga aminmanki, bizni kelganimiz sababli Abdulaziz aka kinolarni olib, bu kinolar butun dunyoga tarqatildi. O'shalarni ko'rsatdi. O'sha doktorxonadagi Moskvadan kelgan rus doktorlari o'zi gapirdi. Bu qonxo'r qotillik qanaqa o'z xalqiga o'tish mumkin deb faqat o'zbeklar to'g'risida ketayotgan. O'shani butun dunyoga tarqatishmi? Endi bularnikini salba qildi. Salba. Bizni qonxo'r bilan o'tishnaqa deyolmaydi. Lekin shunday bo'lsa ham mana gazetalar oldingi voqealarga qaraganda, Dili Farmoni voqealarga qaraganda ancha yumshoqroq yozilgan. Lekin kecha men eshitishimcha o'zim ko'rmadim, televiziyada baribir Parkent aholisini aybdorga aylantirgan. Mana Izvestiya gazetasini muxbiri Arlov ham birinchi marta yozgan, gazetada yozgan maqola shunday yozilgan. Oldin borib provoda yoqilgan, keyin ular otgan, shunda odamlar halok bo'lgan. Bu yerda birlik tuziladi, ikkilik tuziladimi? Lekin u tarix taqozo qiladigan narsa baribir o'zingizlar uyushasizlar, qandaydir tashkilotlar tuzasizlar. Chunki tashkilot tuzmasdan xalq uyushmasa, sizlar tepanglarda o'sha militsiyani qamchisidan sinaveradi. Mana odamlar mana shuni tushunib